Diqqat aholiga tezkor xabar. O'zgidromet O'zbekistonda kutilayotgan 10 va 11 mart kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. O'zbekistonga yana qorli va yomg'irli kunlar kirib kelmoqda. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. O'zbekistonda va jahonda sodir bo'layotgan so'nggi va dolzarb yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosganlar video oxirida 15 ming so'm egasi bo'lasiz. Diqqat qiling, Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida 9 va 11 mart kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat 10 mart kuni ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. Ayrim joylarda esa qorga aylanishi mumkin. 10-11 mart kuni ba'zi joylarga tuman tushadi, g'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 3-8 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 mart kuni ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Havo harorati kechasi 5-10 daraja iliq, kunduzi 8-13 daraja iliq bo'ladi. Toshkent, Sirdaryo, Jizzax, Samarqand viloyatida 9-10 mart kunlari ba'zi joylarga yomg'ir yog'adi. 11 martda esa ba'zi joylarga yog'ingarchilik qorga aylanadi. 10-11 mart kuni ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Sharqiy shamol yo'nalishini o'zgartirib g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 1-6 daraja iliq, kunduz kunlari 5-10 daraja iliq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida 9-10-11 mart kunlari ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 10-11 martda esa ayrim joylarga tuman tushishi mumkin. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Havo harorati kechasi 2-7 daraja iliq, kunduz kunlari 7-12 darajagacha iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida yomg'ir yog'adi. 10 va 11 mart kunlari ba'zi joylarga tuman tushadi. Yomg'irdan so'ng qorga aylanishi mumkin. Havo harorati kechasi 3 daraja sovuq, kunduz kunlari 1-6 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida 9-10 mart kunlari vaqti bilan kuchli yog'ingarchiliklar bo'ladi. 11 martga kelib esa qorga aylanadi. Shamol g'arbdan 7-12 metr sekund tezlikda esadi. Ayrim joylarda 13-18 metr sekundgacha kuchayishi mumkin. Havo harorati kechasi 5-10 daraja sovuq, kunduz kunlari 0-5 daraja sovuq bo'ladi, deyiladi xabarda.